Bolam deya Xudodan tinmay, baxting so'rab duoda qo'lim. Ulg'aygin sen g'am anduh bilmay, tavalluding muborak qizim. Yuzimdagi quvonchim sensan, ko'zim nuri yupanchim sensan. Ertam sensan, ishonchim sensan, tavalluding muborak qizim. Kulsang agar yurakdan kulgin, to'g'ri bo'lgin haq yo'lda yurgin. Yaxshilarning yaxshisi bo'lgin, tavalluding muborak qizim. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Mohinurxon go'zal qizimizni 19 yoshga to'lishi munosabati bilan Mehri daryo onajonisi Shahnozaxon opamiz nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Mohinurxon go'zal qizimiz kerak edilar. Menmi? Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Oila a'zolarim. Aynan kim deb o'ylaysiz? Onam bo'lsa kerak. Aniqmi javobingiz? Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan barcha oila a'zolaringiz, xolajonlar, ammajonlar, aka-uka, opa-singillar, barcha yaqinlaringiz nomidan Mehri daryo go'zal onajoningiz Shahnozaxon opamiz tabriklamoqdalar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Ha, xursand bo'ldim. Kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Sovg'amni oldim, o'zim xohlagan. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Kelajakda qanday orzularingiz bor? Kelajakda orzularim shu, ota-onamni hajga borish, ularning yuzini yorug' qilish. Ilohim barcha orzu istaklaringizga Allohim ortig'i bilan yetishtirsin. Rahmat. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni sizga aynan sovg'a tariqasida yo'llamoqchiman, maylimi? Xo'p. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Qizim, baxt iqbol hamrohing bo'lsin. Yurgan yo'llaring gullarga to'lsin. Baxtingni ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Assalomu alaykum mehri daryo bebahoyim, borligi baxtim bo'lgan aziz farzandim, ko'zlari nurga, yuragi mehrga to'la bo'lgan go'zal qizalog'im. Seni bugungi shodiyona kuningda, seni jonidan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi mehribonlaring jam bo'lgan holda shukrona kuning bilan qutlaymiz. Umring uzoq, tani joning omon bo'lsin. Sen dunyoga kelgan kun mehrli yuzlaringga boqib, jajji qo'lchalaring tutib, sendek go'zal qizni bergan Allohimga hamd va sanolar aytganman. Birinchi bor sening mehringni his qilganman. Senga Allohimning yaxshi kunlarini, go'zal onlarini tilab qolaman. Alloh bergan umrni doimo yaxshiliklar bilan, yaxshi insonlar davrasida o'tkazgan. Sendek qalbi toza, mehri o'zgacha bo'lgan farzandim, dilbandim borligidan Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin.
Alloh har bir oningni baxtlarga to'ldirsin. Inshaalloh Robbimning bayti go'zal Ka'batullohga qayta va qayta borguvchilar qatorida qilsin. Shu aziz joningni yomon ko'zlardan asrasin. Ilohim yuzi yorug'lar, toli balandlar qatorida qilsin. Barcha yaqinlarimiz baxtiga sog' omon bo'lgin. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'lgin. Seni ko'rib har doim ko'zlarim quvonib yursin. Alloh bergan shodligimsan nurli yuzim. Senga boqsam quvonchlardan to'lar ko'zim. Boqishlaring qaysarliging xuddi o'zim. Robbim bergan omonatim jonim qizim. Qizalog'im bunchalar ham beg'uborsan. Alloh bergan jannatiy hur malaksan. Ming bor shukr baxtimizga o'zing borsan. Jannatlarga yo'lak bo'lgan jonim qizim. Bir kun qarab qo'llaringdan tutolmasam, onam deya erkalatib o'pgin yuzim. Gunohim ko'p jannatlarga yetolmasam, jannat tomon yetaklagin jonim qizim. Mehr bergin kutavermay mehrga zor. Porlab turgan quyoshimsan. Yuragimda senga aytar so'zlarim bor. Baxtimga sen omon bo'lgin jonim qizim deya Mehri Daryo onajoningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Onajoningizga aytar so'zlaringiz bormi qizim? Rahmat kattakon. Albatta ishonchlarini oqlayman. Meni baxtimga, ukam baxtiga sog' salomat bo'lsin. Bizim baxt kamolimizni ko'rishsin, umri uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Bu albatta sevinch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ha, shunday. Ilohim ko'zingizdan faqatgina sevinch va shodlik ko'z yoshlari yarqirab tursin. Rahmat. Allohim barcha niyatlaringizni amalga oshirsin. Avvalambor mana shunday oqibatli, go'zal farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazgan onalarimizga tasannolar bo'lsin. Umrlari uzoq, tanajonlari sog' omon bo'lsin. Sizni esa yana bir bora shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim, kutmagandim. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling.